konditsioner qo'shilgani uchun mashina alohida rasxod so'ramaydi. Bizdan SVM G03 elektromobil avtomobilni xarid qilgan mijozimiz oldilariga keldi. Hozir mashina haqida qisqacha fikrlarni eshitib o'tamiz. Aka, mashinani qachon olgansiz? Qanaqa qulayliklar bor ekan? Sizga nimasi ma'qul keldi? Qarang, mashinani salon ochilgan kuni olganman. Ochilish marosimi 24-yili 9-mart edi. Shu ochilish marosimida shunday borganman, pullar to'langan, bukunsiga olib chiqib ketgan. 2,5 yil bo'ldi. Xo'p, qarang, shu 2,5 yil ichida mashinada qanaqa muammo bo'ldi? Qanaqa xarajatlar qildingiz? Misol, remont jihatlama bo'lishi mumkin. Nimalar bo'ldi? Yo'q, men olgan vaqtim endi u hamma mashinaga ham qilinadigan rasxodlar bor. Tonirovka, qulayliklar, parog, bo'ldi o'sha qilganim. Atak motor jihatlama hech qanaqa ish qilmagansiz? Yo'q, umuman motor xatolari shu yurish. Balon almashtirganman, bo'ldi. Tushunarli. Xo'p, rasxodi qanaqa bo'ldi shuncha vaqt davomida? Rasxodi shu bir xil, shu 5,5 ko'rsatadi, danlilarda kamayadi. Qish payti ko'payadi lekin. Qish payti ko'proq. Qishda ozgina, lekin mashinani qizdirib yuborish kerak. Men to'g'ri. Bu narsani boshida bilmas edim, sira haydab kelsam ozgina ovoz chiqarardi-da. Yo'q, keyin qarasam, bo'lib, keyin qarasam qizdirib yuborgandan keyin yaxshi yurar ekan. Xo'sh, qish sharoitida iloji boricha harakatlanishdan oldin 5 minut bo'lsa ham erimasdan motorga o'zi ko'rsatadi, 50 bor, o'sha 50 larga yaqinlashib qolsa, u yog'iga yaxshi ketadi. Qulayliklarda sizga nimasi ko'proq ma'qul keldi mana shu mashinani? Tez, mana ayniqsa mashinalar orasida ham shunday tezlanishda chaqqon, tezlanishda chaqqon. Keyin qarang, men juda ko'p tog'larga, bog'larga chiqaman-da, yaqinda ham Zominga bordim, Chorvoqqa bordik. Tepaga chiqsangiz ham odam to'la bo'lsa ham nagruska bildirmaydi. Qiynalib qolmaydi mashina. Konditsioner qo'shasiz-ku? Konditsioner qo'shilgani uchun mashina alohida rasxod so'ramaydi yoki nagruska umuman bildirmaydi-da. Bu yoqqa bormoqchi bo'lsak, bolalar mana shuni tanlaydi. Yo'q, oilaviy. Yo'q, bunda chiqamiz deydi. Hazillashib. Yo'q, unda boramiz. Endi o'z Samarqandlikman, Samarqandga ko'p borib kelaman. Yo'q, bunda boramiz deydi. O'shaning uchun uncha haydamaymiz. Mana yaqinda bir hafta Zominga chiqdik. Zomin sentridan tog' tepasigacha 1 soatlik yo'l, borganlar biladi. Endi qarang, chiqyapsiz-a rasxodda. Qaytishda umuman rasxod qilmayapti-da. Zaryadga 67%, 70% ga chiqib ko'tarilib ketadi. O'zini o'zi zaryadga qilib kelyapti. Xo'p, aynan mana shunaqa SVM G03 7 kishilik oilaviy mashina xarid qilaman deganlar bo'lsa, tavsiya qila olasizmi yo'qmi? Mana shaxsan o'zingiz haydagan insonsiz, tajribangizdan o'tgan, nima tavsiya qila olasiz? Yo'q, tavsiya qilaman. Oilaviy mashina, ayniqsa bu yoqqa borishga yaxshi, rasxodi ham kam. Men o'zim shu gibrid mashinasiga qiziqib qoldim. Buni hali beri sotish niyatim yo'q. Olsam ham yana gibrid olaman. Gibrid olasiz. Men shunchalik ham gibridga qanaqa ishqiboz bo'lib qoldim-da, xolos. Tushunadi. Aka, sizga kattakon rahmat. Bizani brendimizni tanlaganingiz uchun, ishonch bildirganingiz uchun. Afzalon tomonidan esdalik sovg'alarimiz, xudo xolasa, yana bir bor sizni Shinnoray SVM oilasida kutib qolamiz. Aytganingizdek, keyingi avtomobil xaridlaringiz aynan SVM oilasidan bo'lsin. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka.